Türkiye, Rusiyanın 27 parxotunu tutup kaldı. Endi bu leksiyani anlaysız, ikinci leksiya, hürmetlik vatandaşım. Aeroplanı urup düşürgenlik üçün Apple soraştır et kıldı. Mavzulu haber 12. ayının 16. günü Duvit orbitede ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Rusya, Türkiye ve Rusya o'rtasidagi diplomatik qarshilashlar davomlashyapti. Türkiye Tashqi ishlar ministerligi aniq holda mundaq ko'rsatdi. Rossiyaning aeroplanni to'lab berish va bu ish to'g'risida Rossiyadan Apple so'rash talablarini qondira olmaymiz. Rossiyaning aeroplanni to'lab berish va bu ish to'g'risida Rossiyada Apple so'rashdan iborat Rossiyaning talablarini qanoatlantira olmaymiz. O'xshashli ikki davlat o'zlarining dengiz portlarida qarshi tarafning kema parxotlarini tutib qilish voqealari bargan sari og'irlashdi. Universal matbuotlar 12. ayning 16. kuni munda xabar qildi. Kutuvilish yig'inida munda xabar qildi. Turkiya Tashqi ishlar ministerligining Tanju Biljik bayonotchisi. Türkiye Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Tanju Biljik shu kuni muxbirlarning kutuvilish yig'inida munda ko'rsatdi. Türkiye Cumhuriyetining urib tushirilgan harbiy aeroplanga to'lam berish niyati yo'q. Bundan burun Rusya Tashqi ishlar ministerligi muavin ministri Alksey Mashkov Türkiye urib tushirilgan harbiy aeroplanni to'lab berish kerak. Bundan keyin bundaq ishning yuz bermasligiga kapolat berishi lozim deb ko'rsatgan. 12. ayının 15. gün Türkiye 27 tane Rusya parxotunu tutup qilib, qatnash hujjatlari to'liq emasken deb ko'rsatgan. Hozir ikki davlat Türkiye ve Rusya elektronlik xatchak aloqasida aloq qilishyapti. Ikki davlat qachon bir yerga o'ltirib suhbat qurib, ikki davlat o'rtasidagi arozilarni tugatidiganligini hech kim aytib bermaydi, bu hech kimga aniq emas.